Yo tabii aka mana anaqa ishlar aka. Mana bu yerda polni qumushvoqlar turibdi. Ana bu yerda quyiladigan sahnada ya'ni bu aktivniy zal bo'ladi. Bu yerda mana beton quyiladigan joylar turibdi. Tepalarda mana rigel kolonnalar turibdi. Bu tarafda ham ishlar ketyapti. O ikkinchi etajda bolalar g'ish uryapti mana bu tomonlarda. Mana bu tomonlarda g'ish uryapti. Ish naval xullas. Hammasi ob'yom. Pul o'z vaqtida berilar ekan. Akmal akam o'zi ham şeyda yuribdi. Ana. Faqat ki bosish kerak bu yerda, gazini qo'shib ishlash kerak. Polnisda gazini qo'shib ishlash kerak bo'ldi. Mana polni ishlar mana shunaqa zdaniya. Akmal aka nima bu o'zi? San'at saroyida. Ha. Bu san'at saroyi ekanda bu ekan xullaski. Shunaqa ishlar ish simidan aka bu yerda. Faqat bosish kerak. Pul o'z vaqtida beriladi deyapti. To'g'rimi Akmal aka? Ha? Pul o'z vaqtida beriladi deyman. Bir kun, 2 kun, 3 kun zadeshga bo'lib Yo endi-da. Ob'yom ish ob'yom.